taqalatilgan eshik ochilmay qolmaydi. Aql tarozusida tortib ko'rilmagan har qanday bilim asossidir, degan edi buyuk donishmand Abu Ali ibn Sino. Albatta ko'pchilik o'zini bilimdon sanaydi. Intellektual ring bilimdonlar uchun sinov maydonidir. Qo'limda Erudit ijodiy markaz tomonidan taqdim etilgan eng zamonaviy kompyuterning hujjati bu 40 daqiqadan keyin sizniki bo'lishi mumkin. Agar siz o'zingizni bilim borasida kuchliman deb hisoblasangiz, biz sizni intellektual ringga chorlaymiz. Ko'rsatuv bosh homiysi Erudit gazetasi. Biznes hamkorimiz Oasis Asaka Elite klubi. Ringda 7 ishtirokchi, g'oliblik uchun 7 da'voga. Lekin super o'yinga birgina ishtirokchi yetib boradi, xolos. Kim birinchi raunddan muvaffaqiyatli o'tib, ikkinchi raundda o'ziga munosib sherik tanlasa, hamda tanlagan sherik bilan qolgan 2 raund davomida 2 guruhni ringni tark etishga majbur qilsa va finalda tanlagan sherik raqibga aylanganda uni ham mag'lub eta olsa, o'sha ishtirokchiga omad kulib boqadi. Lekin o'sha omadli ishtirokchi kim? Bu haqda hozircha hech kim hech narsa deya olmaydi. Bu savolga biz faqatgina o'yin so'ngidagina javob topishimiz mumkin. Hozir esa bugungi ishtirokchilarimiz bilan tanishing. Birinchi raqam ostidagi ishtirokchi Azizbek Tursunov, Farg'ona viloyati Besharif tumanidan 3-chi. Ishtirokchilar orasidan eng yoshi Javlonbek O'razaliyev, Jizzax viloyati Zardor tumanidan o'quvchi. Vahobjon Qayumov, Samarqand viloyati Poyariq tumanidan tadbirkor. Navbatdagi ishtirokchimiz Go'zal Muhiddinova, Buxoro viloyati Kogon shahridan o'quvchi. 5-chi raqam ostidagi ishtirokchi Xolqo'zi Musulmonov, Jizzax viloyati Zomin tumanidan iqtisodchi. Nuriddin Jumamurodov, Ellikqal'a tumani, Qoraqalpog'iston Respublikasidan o'qituvchi. Va nihoyat so'nggi ishtirokchimiz Umidjon Shopolatov, Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanidan talaba. Muhtaram ishtirokchilar, intellektual ringga xush kelibsiz. Eslatib o'tamiz, intellektual ringda qatnashish Erudit gazetasi o'tkazayotgan intellektual reytingda eng ko'p ball to'plaganlarga va 100 dan ortiq savol yo'llaganlarga nasib etmoqda. Ko'rsatuvda qatnashish bilan bog'liq barcha savollarga siz Erudit gazetasidan to'liq javob topishingiz mumkin. Yana bir narsani eslatib o'tishni istardim. Endilikda hamkorlarimiz safi yana bittaga ko'paydi. Poytaxtimizdagi Oasis Asaka Elite klubi biz bilan hamkorlik qila boshladi. O'yin g'olibi Elite klubda mavjud bo'lgan 10 ga yaqin o'quv kurslaridan birida o'qish hamda sport sog'lomlashtirish markaziga cheksiz qatnov vaucheriga ega bo'ladi. G'olib 2 oy davomida xohlagan paytda xohlagancha klub xizmatidan foydalanishi mumkin. Kompyuterning yonida yana bunday yo'llanmaning bo'lishiga nima etsin? To'g'ri emasmi? Demak, g'oliblikning bahosi o'ziga yarasha bo'ladi. Endi esa birinchi raund sharti bilan tanishing. Hozir sizlarga navbati bilan 5 tadan savol va o'ylash uchun 5 soniya muhlat beriladi. Kim kam ochko to'plasa, ringni tark etadi. Agar 2 yoki 3 ishtirokchi bir xil ochko to'plasalar, ularga navbati bilan qo'shimcha savol beriladi va shundan keyin ham eng kam ochko to'plagan ishtirokchi safdan chiqadi. Shartlar tushunarli bo'lsa, diqqat qiling, savolni o'qiyman. Barcha ishtirokchilarga omad tilab, birinchi savolni o'qiyman. Azizbek, sizdan boshlaymiz. Maqom yo'llarining mashhur ijrochisi Berta Davidova qayerda tug'ilgan? Marg'ilon shahrida. Marg'ilon shahrida. Bu to'g'ri javob. O'rik o'simliklarning qaysi oilasiga mansub? Ravno Guldoshlar oilasiga. Javobingiz to'g'ri. Futbol bo'yicha ilk jahon chempionati qayerda va qachon o'tkazilgan?
Futbol bo'yicha ilk jahon chempionati 1930-yil Urugvay davlatida o'tkazilgan va Urugvay davlati jahon chempioni degan yuksak unvonga sazovor bo'lgan. Bahomjon, sizning javobingiz to'liq va to'g'ri. Qiyomat romani muallifi kim? Roman muallifi Chingiz Aytmatov. O'qiganmisiz? Ha. Javobingiz to'g'ri. Navoiyxonada xamir qoradigan va oshiradigan katta idish, xamir tog'ora nima deb ataladi? Bu xamir tog'ora xanpa deb ataladi. Xolqo'z aka, javobingiz to'g'ri. Muzrobot tumani qaysi viloyatda joylashgan? Surxondaryoda. Bu to'g'ri javob. Bizning valyuta bilasiz, so'm hisoblanadi, mayda pulimiz esa tanga. Buyuk Britaniya pul birligi funt sterling. Mayda pulini qanday atashadi? Pens deb atashadi. Pens, bu to'g'ri javob. Surxon estrada guruhi solisti kim? Vaqtingiz tugadi. Javob yo'q. Afsus, Surxon estrada guruhi solisti Mahmud Namozov. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorgohi qaysi shaharda joylashgan? Nyu-York shahrida. Javobingiz aniq. Hoji Ahmad Yasaviyning ustozi, piri kim bo'lgan? Mir Said Kulol. Bu noto'g'ri javob. Aslida Arslon Bob bu to'g'ri javob edi. Lev Tolstoyning Urush va tinchlik romani romanshunoslikning qaysi turiga kiradi? Romanshunoslikning epopeya turiga kiradi. Epopeya, bu to'g'ri javob. Abul Fayzxon tarixiy fojiasi muallifi kim? Javob. Fitrat. Abdurauf Fitrat. Ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Qoyil. Qadimda Misrdagi mutlaq hukmdorni kim deb atashgan? Fir'avn. Fir'avn. Qadimda Misrdagi hukmdorni Fir'avn deb atashgan. Boburning opasi Xonzoda begim kimga turmushga chiqqan? Farqli savol. Xonzoda begim. Xo'sh. Kimga turmushga chiqqan? Javob. Islom. Shayboniy xonga. Endi eslab qoling. Jinoyatchilik sabablari va unga qarshi kurash usullari haqidagi fan nima deb ataladi? Xo'sh, javob. Javob yo'q. Javob yo'q. Jinoyatchilik sabablari va unga qarshi kurash usullari haqidagi fan kriminologiya deb ataladi. Javob yo'q. Qaysi Temuriy shoh Shohruxiyada tavallud topgan? Buning yana boshqacha nomi ham bor. Xo'sh. Javob. Javob Boysunqur Mirzo. Javlonbek. Savol u qadar ham oson emas, lekin javobingiz noto'g'ri. Mirzo Ulug'bek Shohruxiyada, ya'ni Sultoniyada tavallud topgan. San Marino davlati qaysi qit'ada joylashgan? San Marino davlati Yevropa qit'asida joylashgan. Javobingiz to'g'ri. Qaysi sayyora arablarda Utarut deb yuritiladi? Utarut. Yupiter. Sizning javobingiz noto'g'ri. Utarut deb arablar aslida Merkuriy sayyorasini atashadi. Yaponiyadagi eng baland tog' qaysi? Eng baland tog' Fudziyama tog'i. Aniq javob. Jannatli yo'l dramatik dostoni muallifi kim? Abdulla Arifov. Abdulla Oripov. To'g'ri javob. Yer o'z o'qi atrofida to'liq aylanish vaqtini ayting. 24 soat, ya'ni 1 sutka. Bu to'g'ri javob. Birinchi ishtirokchi, sizga navbatdagi savol. Qatiqdan yoki ivitilgan sutdan ajralib chiqadigan sarg'ish suyuqlik qanday ataladi? Zardob. Azbek, javobingiz nihoyat to'g'ri. Abdullajon filmida Abdullajonning sochini olgan sartarosh rolini kim ijro etgan? Mashhur aktyor. Nabi Rahim. Ziyas Rahmatov. Mana shu yerda to'g'ri javob. Bitta non yasash yoki bir marta o'ra kesish uchun loyiq qilib yumaloqlangan xamir nima deyiladi? Suvala. Suvala yoki Zuvala, zuvala. Zuvala. To'g'ri. Ilmiy faraz fan tilida nima deb ataladi? Javobingiz vaqtingiz tugadi. Endi to'g'ri javobni eshiting. Ilmiy faraz fan tilida gipoteza deb ataladi. Ko'p bora eshitgansiz. Bedana, kaptar kabi parrandalarni ushlash uchun uzun tayoq uchiga 4 xaltali chambarak o'rnatilgan asbob qopqon nima deyiladi? Askak. Qanday? Askak. Matrab. Sizning javobingiz noto'g'ri. Matrab bu to'g'ri javob. Futbol bo'yicha 1998-yilgi jahon chempionatida Braziliya darvozasiga 2 ta to'p kiritgan fransiyalik futbolchi kim? Zinedin Zidan. Aniq javob. Qobusnomada kim tuganmas boylik deb ta'riflanadi? Qobusnomadagi tuganmas boylik. Ota. Ota.
Umidjon, do'st tuganmas boylik deb ta'riflanadi. Sizning javobingiz esa noto'g'ri. Qizil iblislar deyilganda qaysi mashhur xorij futbol klubi nazarda tutiladi? Menimcha Kamerun futbol jamoasi. Qiziqasiz futbolga? Yo'q, unchalik emas. Shundan ham bilsa bo'ladi. Manchester United bu to'g'ri javob edi. Guliston va Bo'ston asarlari kimning qalamiga mansub? Mening fikrimcha Sa'diy Sheroziy. Adabiyotdan baholar 5 ko'rinadi. Javobingiz ham to'g'ri. Pentakampionlar bu qaysi davlat futbol terma jamoasiga ishlatiladigan ibora hisoblanadi? Pentakampion. Xo'sh, vaqtingiz tugadi. Chelsea futbol jamoasiga nisbatan. Braziliya terma jamoasiga nisbatan mana shu ibora qo'llanadi. Hadis ilmi bilan shug'ullanuvchi kishi qanday nomlanadi? Muhaddis deb ataladi. Muhaddis. Javobingiz to'g'ri. Uchinchi filmida Shermat obrazini yaratgan aktyor kim? Suratda. Kanazam. Husan Sharipov. Nahot. Sidirg'a matodan tayyorlangan gulsiz do'ppi nima deyiladi? Eslamadim. Eslolmadingiz. Eslab qoling. Taqiya. Sidirg'a matodan tayyorlangan gulsiz do'ppi taqiya deb ataladi. Shakli bir xil, ma'nosi har xil bo'lgan so'zlar tilshunoslikda qanday nomlanadi? Shakli bir xil, Xo'sh, ma'nosi ma'nosi har xil bo'lgan so'zlar. amonimlar. Amonimlar. Ona tildan baholar necha edi? 4. 4. Hozir esa javobingiz 5. Qoyil. Amonim. Birinchi raundning dastlabki hisob-kitoblariga ko'ra, birinchi raqam ostidagi ishtirokchimiz Azbek Tursunov, siz bugun eng kam ochko to'pladingiz. Ringni tark etishingizga to'g'ri keladi. Hayajon bosdi, hayajon kuchli qildi. Menga o'yinlarda bundan yaxshiroq natijaga erishishga harakat qilaman. Men mana shu Beshariq tumanidagi 2-lis internatni barcha hamkasblarimga salom yo'llayman. Hamda Beshariq tumanidagi markaziy kutubxona xodimalariga bizni yaqindagina tashkil etilgan fan klubimiz a'zolari nomidan rahmat aytib qolaman. Fan klub qanday fan klub? Qiziqqanlar, erudga qiziqqanlar, intellektualga chiqmoqchi bo'lganlar birga tayyorlanib shuni olamiz. Siz fan klub a'zosi ekansiz, demak bilasiz, bilim olishga hech qachon kech emas. Demak, hali hammasi oldinda. To'g'ri. Biz sizni intellektual ringda kutib qolamiz. Hozircha esa Azbek, xayr, salomat bo'ling. Ko'rsatuv bosh homiysi Erudit gazetasi. Biznes hamkorimiz Oasis Asaka Elite klubi.